Hokimining davom hurmatli vatandosh bugungi islog'i 2020-yil 9-oyning 2-kuni haftaga chorshanba yuqorining davomi navbatdagi prezident Trampning davlat mahkamasidagi yuqori darajalik amaldori David Stilwell deydiki, Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning egilik huquqi masalasida maydon tutmaydi. Mustaqillik jakarlamsan, jakarlamamsan, Jungoga qo'shilib ketamsan, Jungoning qo'shilish talablarini, tashabbuslarini rad qilamsan, yoki qandaq ixtiyori bo'lsa bu tamom Tayvanlikning o'zining ishi. Şunu Tayvanning egilik huquqi masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari maydon tutmaydi. Selektirib ko'ring, siyosatning o'zgarishini selektirib ko'ring. 2002-yil, hozir 2020-yil. Buningdan 18 yil burun hurmatli vatandosh, Mo'sha Cumhuriyetçiler Partisining shu vaqtdagi sobiq prezidenti George W. Bush hukumati va uning davlat ishlar kotibi, sobiq davlat ishlar kotibi Colin Powell nima dedi? Tayvan mustaqilchilarini qo'llamaymiz. Tayvan mustaqil xohishini qo'llamaymiz. Abadiy qo'llamaymiz. Shunaqmi? Yoki vaqtli qo'llamaymiz. Nima deyishdan qat'iy nazar, buningdan 18 yil burun shundoq degan edi Cumhuriyetçiler Partisining davlat qo'rg'uvchi doiralari. Bugun Cumhuriyetçiler Partisining davlat qo'rg'uvchi doiralari prezident Trump hukumatining yuqori darajalik amaldori, davlat mahkamasining muavin boshlig'i David Stilwell Tayvanning egilik huquqi to'g'risida Amerika maydon tutmaydi. Tamom o'zining. Mustaqillik jakarlamsan, Amerika qarshi turmaydi. Jungo bilan qo'shilib ketamsan, Amerika qarshi turmaydi. O'zgarib turma hurmatli vatandosh. Amerikada siyosat o'zgardimi? Sizning atalmış da'vogarlarınız nima ish qilyapti? Diqqat qilyapsizmi hurmatli vatandosh? Bu to'g'rida hozir so'zlaydigan vaqt emasmi? Endilikda siz yana mandaq bir fikra qarang. Prezident Bushning deganlarini ko'rib bo'ldik. Davlat ishlar kotibi, sobiq davlat ishlar kotibi Colin Powellning deganlarini ko'rib bo'ldik. Endilikda 6 turli kapolatnoma. Birinchi, Tayvanga harbiy qurol yarog' setib beradigan vaqtni oxirlashtirishga belgilama chiqarish qo'shilmaymiz. Bu tarjimasi g'ayri bir tarjima qilingan tarjimachimi? Mushuning bilan aytganda bu yoki 6-qitim yoki 7-qitim tarjimadagi o'zgarishmi? Kim o'ynayotdi bu o'yinni belgilab olmaydi. Meni deganim ham hisobda birlikka keltirilgan bir tarjima nusxasi yo'q. 6 turli kapolat nomining Xitoy tiliga tarjima qilinishi hozir 6 xilga aylanib ketdi. Men boshdan ko'rdim, Amerika ovozlagan xabarni sizga aytdim. 3 turlikni aytib berdim sizga. Qarang, nima degan chiroyli yenik tarjima qilingan. Xitoy tiliga tarjima qilish o'z ayni bilan tarjima qildim men buni hozir. Tayvanning egilik huquqi masalasida Amerika maydon tutmaydi tugidi. Tayvanni Jungo bilan suhbat o'tkazishga abadiy zo'rlamaydi Amerika tugidi. Endi mayada qarab turing. Birinchi, Tayvanga harbiy qurol yarog' setib beradigan vaqtni oxirlashtirishga belgilama chiqarish qo'shilmaymiz. Ikkinchi, Tayvanga harbiy qurol yarog' setib berishni Junxo Xalq Jamhuriyatining fikrini elishga qo'shilmaymiz. Uchinchi, Beijing bilan Taybey o'rtasida yarashtirishga rol o'ynamaymiz. 4. Tayvan munosabatlari qonunni o'zgartirishga qo'shilmaymiz. 5. Tayvanning egilik huquqi to'g'risidagi maydonimizni o'zgartmaymiz. Ko'rdingizmi, endi men aytgan diqqat qiling. Tayvanning egilik huquqi to'g'risidagi maydonimizni o'zgartmaymiz. Qaysi maydoni? Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysi maydonini o'zgartmaydi? Bu yerda hech qanday konkret fikr yo'q, bir mujmal gap. Şunu tercüman bunu buzdu deb men xulos chiqirman vatandosh. Boshqa nima degan chiroyli qarang, Tayvanning egilik huquqi masalasida maydon tutmaydi Amerika. Tugidimi? Bu shundoq aniq logikalik aniqlikka. Mayad nima deb tarjima qilibdi? Tayvanning egilik huquqi to'g'risidagi maydonimiz o'zgar. Qaysi maydon?
Xitoy aytayotgan 3 axborotni belgilangan maydon va yoki Colin Powell sobiq George W. Bush o'tirib qo'ygan mustaqilchilarni qo'llamaymiz, mustaqillik xohishini qo'llamaymiz degan maydon qaysi maydon? Şunu bir yerde tercüman oyun oynavatıdı vatandaş. Siz muşiniyisiniz için saklan. Tayvan'ın ilgili hukuku meselesi Amerika meydan tutmaydı. Tügüdü. Burunku meydanlar tügüdü. Prezident Bush'ın, sabık prezident Bush'ın devirdeki meydanı tügüdü. Colin Powell'ın devirdeki meydanı tügüdü. Yani müstakillik hayişini kollamayımız. Tayvan müstakillik cekarlısı kollamayımız diyen gepler tügüdü. Çünkü bugünkü hükümet, yeni hükümet, Amerika devlet kuruluşu prezident Trump hükümeti dedi ki Tayvan'ın ilgili hukuku meselesi meydan tutmayımız. Amerika Qo'shma Shtatları meydan tutmaymiz. Meyadima tercüman koyun nimi dep aptu deseniz qarang. 5-chi Tayvan'ın egilik huquqi to'g'risidagi meydanimiz o'zgartmaymiz. Qaysi meydan? Buzamdikan bir cümlede tercümede buzib etem siyaset degani vatandaş. Mana shunda buzib o'tdi. En 6-chi Tayvan'ni Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti bilan suhbat etkizishga zorlamaydi Amerika. Bu asas jihatda yuqori bilan o'xshash. Endi bu yerda hozir bir farq o'tirg'i chiqdi. Nima farq? Amerika Qo'shma Shtatları davlatidagi siyaset o'zgarishining farqi. 18 yil burun nima dedi? Qo'llamaymiz. 18 yildan keyinki bugungi kunda nima dedi? Tayvan'ning egilik huquqi masalasida Amerika meydan tutmaydi. Qandaq endi Hua Hanım o'ltira olmay qaldingiz, kayni-kaynidan bayonot e'lon qilyap qarang ha. Bu toza qamlashmagan bir ish bo'ldi. Bu bayonot sal qo'pol ketib o'tdi. Siz ayol kishi Hua Hanım. Ayol kishiga ilmiy bo'lish kerak. Ilmiy sipoyi bo'lish kerak. Onun üstüge yana nima Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi degan gap. Mana qarang, ama bayonotiniz to'g'rimi? Siz o'zingiz bir o'ylab beqing Hua Hanım. Bu bayonotingizning toroni, urani, uzoyi yoki til toni to'g'rimi? Bir o'ylab beqing. Men sizden o'zingiz ko'rsatib beray Hua Hanım bu bayonotni. 9-ayning 1-kuni bayonotchi Hua ismini atamay turib Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ni tanqid qildi. Amerikada ba'zi yuqori darajalik diplomatlar kun bo'yi yolg'on so'zlab, o'sak tarqitib, jungoga qora chaplab kun o'tkazyapti. Ular safsata tarqitishga berilyapti. O'chmanlik tarqityapti. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashyapti. Boshqa davlatlarning taraqqiyot nishonini bostirish, cheklash uchun oshkordan oshkora bo'lgunchilar va zo'ravonlar, ya'ni terroristlar bilan til biriktirib, xalqaro prinsiplarga sal qarab, adolat va haqqoniyatni dafshandi qilib, hadislar to'xtamlarni yirtib tashlab, kelishimlardan chekinib chiqib, Amerikani navbatda dunyoda xalqaro tartibni buzg'uchi davlatga aylantirib qo'ydi. Bu Amerika uchun ziyonliqlar bo'lib qolmay, dunyo uchun texmi tahdiddir. Hua Hanım bayonotingiz biz qo'pol dedim, qabul qilamsiz xonim. Ayol kishi siz bunda bayonot e'lon qilmasligingiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibini terroristlar, sizning og'zingizdagi terroristlar kim? Bu boshqa gap emas, Uyg'urlarni ko'zda tutyapsiz. Enandakin bölgünçiler kim? Endi bugün bölgünçiler Hong Kongluk bölgünçü, Tibet bölgünçü, Uygur bölgünçü, Janubiy Mongoliya bölgünçü. Bu bölgünçü sizde turaklık ibara Hua Hanım. Biroq sizden devlet ishlar kotibi Mike Pompeo qartilgan so'zlaringiz bu chekidin oshqanlik, bayonotda bundaq e'lon qilmaydi. Siz safsatda tuhmat cho'qib, qora chaplab, mushu sifatlarning hammasi men aytay Hua Hanım, bu junguliqlar desi yarışadigan gaplar bu. Mushuni junguliq shunda qilyapti deb ikkinchi bir davlat bayonot e'lon qilsa bu yarışidi. Chunki safsata o'ydirish, tuhmat chaplash, yolg'on so'zlash, qora surkash, bo'xton chaplash, haqorat qilish, yolg'onchilik,
səpsətəbazlıq, kazzaplık, mənməllik, körənglik, özünü çağlama şiltin ettiş. Bana bugün günde bu sifətlərin həmmisini apırıp Cungu hükümetin şunda kılıvatıdı da ikinci bir devlet bayanat ilan kılsa. Mesela Amerika'nın bayanatçıları şunda bayanat ilan kılsa bu yarışıdır. Altışı yarışıdır. Çünkü işin doğrusu şu. Siz bulanı oylandırıp ekilip Amerika hükümeti çaplayman desiniz akmaydı. Herkes akmaydı Huaçinyan hanım. Şunlaşkı sizin bayanatınız eğer ketdi degende yalğançılık bilen səpsətə toquş meselesi de siz olğu ilgirlep kettiniz. Bir iki kadem menip kettiniz. Burunqı seviyenizden bir iki kadem artık menip kettiniz Huaçinyan hanım. Növbette endi Tayvan meselesi doğrusu Amerika şunda pozisyon tutkan bolsa biz bunu kollayımız. Dünya kollaydı. Tayvanlikler kollaydı. Uygur Tibet kollaydı. Çünkü endi tarixning çaqı menep deniz sahildirdi ezip qilib buran çap qulladı tunjuqib degandek bu tarix endi bir nişanni bir yoruk nişanni görüp şu nişan bo'yicha boylab kelib hozir Tayvan meselesini götürüp bugünkü holga keltirdi. Tayvanda hozir savdo sohbati başlandı. Onun kaynidan savdo kelishimi imzolanadi deyilsa hozir Tayvan'ın normal devletlik ordunu asliga keltirish uchun bütün yer şarı dünya dikkat kılıvatıdı ve tirishchanlik ko'rsatvatıdı deymiz bunu Huaçinyan hanım. Ben yakında Govin günü sözlepedim Huaçinyan hanım sizge ve vatandaşlarga sözlepedim. Neme dedi? Tayvan müstakil buludu. Demokratlar Partisi programını özgertti Amerika'da dedi. Tayvan müstakil bo'lgandan keyin Hong Kong, Şinjan Uyg'uriston, Tibet, Guangdong Muşu organlar ya muşu ülkeler mi müstakillik çakalay? Hazır tarixinin doğru nişanı öz bayrağını tikledi. Hazır tarix hem şu bayrakını devir kılgan aldı. Ya ki şu doğru tiklengen bayrakını qoğluşup. Hazırki dünyanın tarihi. Birinci kademle taşladı Huaçinyan hanım. Bunun için ben sizi tebrikleymen hem Tayvanlikte tebrikleymen hem Amerika Qo'shma Shtatlarının Tayvan doğrusu da ve başka milletler doğrusu da özgürüp kelyapotgan siyosatini tebrikleymen hem.